Bu video murojaatim mana Rossiyaga eri xotin bo'lib, xotini bilan kelib ishlaydigan erkaklarga, ayrim bir qushtirnoq ichidagi kutlarga, hammasiga emas. Managa xotinni olib keldingmi, boshqa bir qanjiq bilan tanishib qoldingmi, ana xotinni uyga jo'nat. Hozir direktga 20 talar video tashlagan. Bir homilador ayol Rossiyaning ko'chasida xor bo'lib qolib ketgan. Ana haromi eri bo'lsa, bir boshqa qanjiq bilan tanishib qolib, xotindan ham ketib chiqib ketgan uydan. Ey haromilar! O'zbekistonga jo'natib qo'y. O'lib ketmanarda o'zing. Ana xotinni senga ishonib shu birovning qizi, birovning onasi, bolalaringning onasi, bir yastiqqa bosh qo'ygansan, bir dasturxondan non tuz yegansan shu ayol bilan. Jo'natib qo'y O'zbekistonga, men sendan roziman deb 3 taloqqadan jo'natib bor. Kunini ko'rib ketadi. Itdan tarqagan haromilar, ayrim bitta ikkita qushtirnoq ichidagi erkakman deb yurgan kutlar. Managa kelib biranta qanjiq bilan tanishdingmi, ana xotinni xor qilma, jo'natib bor, o'zini kunini ko'radi. Aynan senga haromi. Mana shunaqa erkaklarga ana shu videoni tashlab qo'yingizlar. Hammasiga ham aytilgani yo'q bu yerda. Men ham xotinim bilan kelib ishlayapman. Xotinim ko'cha tashlab qo'yganim yo'q. Menga o'xshagan erkak, dostoyniy erkaklar bor. Ayrim kutlarga bu video tegishli. Mana shu videoni tashlab qo'yingizlar. Hammaga omad. Opaga qo'ldan kelgancha yordam beraman. Bosingizlar.